Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlari. Ko'pchilik so'rab turgan 7 ot kuchli Argina TX motovlogini yangi partiyalardan kirib keldi. Hozir bular qisqacha ma'lumotlarni hamda narx-navoni tashlab ketamiz. Hamda ular qanaqa nima vazifalarni bajarishini bir qator sanab ketamiz. Xo'p, birinchi ko'rib turgan holatingiz aravaga ulangan holati. Undan keyingi holatda o'zini oyoqlariga temir balon va uning orqasiga universal plug ulangan holati. Undan keyingisiga temir balon va 60, 70, 80, 90 razmerlarga o'zgaradigan agat ulangan holati. Undan keyingisi oddiygina o'zining frezerlar qo'yilgan holati. Hozir endi bular bir qator ishlashlarni hamda qanaqa vazifalar bajarayotganini bir qator tanishib o'tib ketaman. Undan oldin esa mana shu aravaga ulangan holatini bir qator meni bitta ko'rsatib o'tgani ketdi. Mana aka ko'rishingiz mumkin. Yoqut turlari bizim ular, bizimlar 3 litrli yuruvchilar zavod orqali yarni tortkilangan zavod olib beradi. Hozir ustaka bitta meni ko'rsatib beradi. Qani ketdi. Ketdi ustaka. Ustaka azana ko'rishingiz mumkin. O'zlari meni bemalol boshqarib bera oladi. Ko'rishingiz mumkin. Hop. Bu orqasiga ishlangan arabalarimiz 500 kilolik arabalardan hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. 1-2 kilolar mavjud. Yurishlarga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Ustakamiz o'zi juda ham yaxshi mohiyat bilan meni ishlab bera oladi. Endi kerak bitta tormozlarni ko'rib qo'yamiz. Mana kerak ko'rishingiz mumkin. Tormozlari ham joyida shu edi. Endi bitta 3 kerak qanaqa ushlashni ko'ramiz. Katta tezlikda. Mana akada zatniga qanaqa yurishlargacha ko'rsatib beramiz biz. Xo'p, bir qator o'zim ham yurib, meni ko'rsatib bera olaman. Ikkinchi ko'rsatib ko'ramiz qanaqa yurishlarini. Ketdi ustaga. Mana ko'rishingiz mumkin. Akalar tormozlarni ham o'rnida joyida ushlab beradi. Xo'p. Endi akalar YouTube'dagi mana shu mehnat qadrlar bitta laksmasini bosib qo'yamiz. Endi bir qator hozir o'zim ham meni ko'rsatib beraman. Mana kerak ishlashlarni ko'rdilar, ishlashga gap bo'lish mumkin emas, bir qator o'zi ham meni ko'rsatib berdi. Tormozlar ham kerak joyida bittada ushlaydigan tormozlardan hisoblanadi. Xo'p, endi kerak bir qator ma'lumotlarni tanishtiramiz. Xo'p, bu motovlogimiz 7 ot kuchli Argina TX German texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motovlog hisoblanadi. Yuqori turlari bizim boklar 3 litrli bizim boklarga hamda korobka tomonlarga o'yib yozilgan bo'ladi. O voziqlar esa maslin filtr qilib ishlangan. Maslin filtr qanaqa ishlaydi? Traktor chakam juda ham yaxshi biladi. Ruschalar azotganda zavodning orqaga yanti tortga yurib bera oladi. Korobkalar juda ham katta baquvvat korobkalardan qilib ishlangan. Motorlar esa 170F motorlar bilan jihozlangan. Motorlarda hattoki moydachilar ham mavjud. Ballonlar katta 410 ballonlardan mavjud bo'ladi. Rullarga e'tibor berib qo'yamiz. Agar rullar juda ham uzun, o'ziga moslab tepaga pastga qilib ishlatish ham mumkin. Orqasida qishloq xo'jaga vombo, qishloq xo'jaga suv nasos karchabatlarini stomka qilish ham mumkin. Xo'p, endi aravamizni qisqacha ma'lumotini beramiz. Aravamizni dishlari aylanma universal dishlar hisoblanadi. Universalning sababi siz hozir ko'rsatganimizdek burilib bemalol o'tirgan holingizda bura olasiz. O'tirish, oyoq qo'yish joylari taxtidan hisoblanadi. Xo'p, hamma yo'g'i pulni konteynerliklardan qilib ishlangan. Ballonlar esa skuter ballonlardan qo'yilgan. Xo'p, bu aravamiz 500 kilocha yuk ko'taradigan holati. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, ishlar juda katta, yaxshi ixchamgina qilingan. Hamma yo'g'i konteynerliklardan qo'yib ishlangan. Hozir taglarini bitta ko'rsatib yuboramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, taglari ham juda ham yaxshi Kavkaz orqali to'qilgan hisoblanadi. Xo'p,
Kimyakka mana shu turdagi 7 ot kuchli texam motoblok yoki aravalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiryapman, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, endi akalar ko'rsatib o'tgandek, oyoqlarga temir balon qo'yilgan holatda plyug qanaqa vazifasini bajaradi. Xo'p, hamda yana keyingisi oyoqlarga temir balon qo'yilib, agatni qanaqa olishlarini bir qator ko'rib chiqamiz. U holda akalar, ketdik, buni ham ishlashga kiramiz. Ketdik. Iloji boricha yerlarni chuqurroq haydagan holatda mana shu temir balon va chizeldan foydalanishingiz mumkin. Buni hozir mana razmeri 70 sm bo'lib kelyapti. Xohlaganlar buni 60 razmerlarga ham o'zgartirib ishlatishlaringiz mumkin. Kimga mana shu turdagi agregatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomer ishlashlarni ko'rtaning, ishlashlarga gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi 7 ot kuchli original motoblok hisoblanadi. Motorlar bunda ham 170F TX motoblogi. Xo'p, endi hamma bir xil. Ukam boshqa joylarda Prasto modellari bor, original modellari bor. Deyapti, ko'pchilik ko'ramiz kommentariyalarımizda. Bizda ham original va Prasto modeli bor. Ko'rib turganingizdek, original varianti, undan keyingisi Prasto modeli bor. Hamma yo'q bir xil bo'ladi, lekin hamma yo'q joyi ham bir. Korobkalar bunda kichikroq bo'ladi, unda kattaroq bo'ladi. Original varianti. Motorlarda moydachilar bo'ladi, bunda moydachilar yo'q. Karburatorlari oson tez buziladigan, tez ketadigan karburator. Xo'p, bularda esa original tejamishli karburator hisoblanadi. Pichoqlari ham original pichoq bo'ladi. Nargisda bunisi esa oddiygina Prasto pichoq bo'ladi. Shuning uchun akalar olyapgina bir qator ma'lumotlarni so'rab olamiz. Xo'p, bizning manzilimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Akalar, mehnatimiz qadrlab bitta like bosib qo'yamiz. Hamda siz kelganingizda bonuslari va narxlarni ham oz-moz tushirib olib ketishingiz mumkin bo'ladi akalar. Ukam, bonuslar aytasan, bonuslar qanaqa bo'lyapti o'zi desalar, kelib bizga do'konimizda xohlagan bitta motorni xarid qilib olganingiz do'konchilar barabanimiz bor, barabandan aytamiz, barabanni nima bo'lsa xudo so'g'asiga mutlaqo tekinga berib yuboramiz. Bu tomonlarga xohlagan yig'ilgan, xohlagan yashiqotda ham bor. Bemalol xarid qilib olishlar mumkin. Bu tomonda ko'rsatgan to'g'rida barabanlarimiz bor. Xo'p, barabanni o'ngami, chapgami aylantirishdan farqi yo'q. Xohlagan bitta tomoningizga aylantirasiz. Ko'rishingiz mumkin. Tepasida qoramliq sochamiz bor. Bitta pachingizni turadi. Qoramliq sochga nima tutsa, xudo so'g'an berib yuboramiz. Ko'rib turganingiz, shu bo'shadimi, kurushni ochadimi, picharga tushadimi, balga kechon nima shunday qattiqsa, mutlaqo tekinga berib yuboramiz. Bo'lsa, bundan keyingi qiziqarli videolar ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'lasizlar.